Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Masjid Nabaviyda alhamdulillah bomdod namozini o'qib bo'ldik. Alhamdulillah, Allohga shukr, yetkazganiga shukr. Endi ertalabki zikrlar va tilovatlarni qilib o'tiribmiz. Shoh tomonimiz Ravza. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ravzalari. Mana shu eshikdan ham kiriladi. Bu tomonda eshikdan ana o svet yonib turgan eshikdan qaytib chiqiladi. Innal muslimina val muslimati val mu'minina val mu'minati val qanitina val qanitati was sodiqina was sodiqati was sabirina was sabirati val hashiina val hashiat والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. Haliga mashhur bo'lib ketgan gap bor. Orzular orzuligicha qolmaydi. Yurakni tursa bas degandek. İnşallah. Eng katta orzularimizdan biri Masjid Nabaviyda o'tiribmiz. Madina-i Munawvara. Bu tomonimiz Ravza-i Mutahhara. Alhamdulillah. Mana Qur'on tilovati, Allohning zikri bekorga aytilmaydi. Qalblar Allohning zikri bilan orom oladi. Sog' bo'ling.